Moskva shahridagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga barcha turdagi ishonchli va arzon stomatologiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Narxlar arzon, xizmatlar sifatli va oldindan to'lovlar olinmaydi. Manzil va raqamlarni ekraningizni skrinshot qilish orqali saqlab olishingiz mumkin. Isroil urushga tayyorgarlikni boshladi. Yinet. Donald Trampning 28 bandlik rejasi ishga tushadimi? Putin va Zelenskiy murosaga yaqinlashdi. Dunyo bizni sevmaydi. Bennett hamma Isroildan qo'rqishi kerakligini aytdi. Ukraina Starlink sabab yerlarni qaytib olishi bo'yicha so'nggi 2,5 yildagi eng yaxshi natijaga erishdi. Putin Rossiyasida namoz jinoyatga aylanyaptimi? Sud qarori ortidagi siyosiy signal. Zelenskiy va Putin o'rtasidagi dron poygasi. Shahidlar endi tashuvchi platformaga aylanyaptimi? Haybatulloh Oxunzoda qarori. Afg'onistonda jarrohlik ham jinsga bo'linmoqdami? Isroil urushga tayyorgarlikni boshladi. Yinet. Isroil armiyasini yuqori jangovar shay holatga keltirdi. AQShning Eronga zarba berishi ehtimoli ortmoqda. Bu haqda Yinet nashri xabar berdi. Isroilning fuqarolik mudofaasi uchun mas'ul orqa front qo'mondonligi hamda barcha qutqaruv xizmatlariga urush ehtimoliga to'liq tayyor turishi topshirilgan. Ushbu choralar AQShning Eronga ehtimoliy zarbasi bilan bog'liq bo'lib, unda Isroil kuchlari ham ishtirok etishi mumkin. Mamlakat bosh vaziri Benyamin Netanyahu rahbarligida yaqinda bu masala yuzasidan maslahatlashuv o'tkazilgan. Unda hatto Isroil operatsiyasida ishtirok etmagan taqdirda ham Eron javob zarbasi berishi ehtimoli muhokama qilingan. AQSh davlat kotibi Rubio 28 fevral kuni Isroilga tashrif buyurib, Netanyahu bilan muzokaralar o'tkazishi rejalashtirilgan. Unda Eron bilan bog'liq masalalar ham muhokama qilinishi mumkin. AQSh armiyasi 21 fevraldan Eronga zarba berishga tayyor, biroq ular prezident Donald Trampning yakuniy buyrug'ini kutmoqda. Milliy xavfsizlik bo'yicha yuqori martabali amaldorlar Trampga tayyorgarlik haqida ma'lumot bergan. Operatsiya muddati dam olish kunlaridan keyinga surilishi ham mumkin. Pentagon 3 kun ichida Yaqin Sharqdagi ayrim xodimlarini Yevropa yoki AQShga ko'chirishi kutilmoqda. Bu Eronning ehtimoliy javob zarbalaridan himoyalanish chorasi sifatida ko'rilmoqda. Donald Trampning 28 bandlik rejasi ishga tushadimi? Putin va Zelenskiy murosaga yaqinlashdi. Rossiya va Ukraina vakillari Donetsk viloyatida delimitarizatsiya qilingan zona tashkil etishni muhokama qildi. Bunday hududni na Rossiya na Ukraina harbiylari nazorat qilishi ko'zda tutilgan. Bu haqda muzokaralardan xabardor 3 manbaga tayanib The New York Times xabar berdi. Mazkur tashabbus avvalgi takliflardagi g'oyalarni yana kun tartibiga chiqarmoqda. Jumladan noyabr oyida AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati taqdim etgan 28 bandlik rejada ham shunday zona yaratish nazarda tutilgan edi. Unga ko'ra, delimitarizatsiya qilingan hudud Rossiyaga tegishli deb hisoblanishi kerak. Taklif ikki tomonni ham qoniqtirishi uchun muzokarachilar ushbu hududda erkin savdo zonasini tashkil etishni ham ko'rib chiqqan. Urushdan keyin hududni boshqaradigan fuqarolik ma'muriyatini tuzish g'oyasi ham muhokama qilingan. Ma'muriyat tarkibiga ham Rossiya, ham Ukraina vakillari kirishi kutilmoqda. Biroq hozircha tomonlar bu borada aniq to'xtamga kelmagan. So'nggi haftalarda Rossiya va Ukraina AQSh ishtirokida bir necha bosqichda muzokaralar o'tkazdi. Zelenskiy navbatdagi muzokaralar raundini fevral oxirigacha o'tkazishni taklif qilgandi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Dunyo bizni sevmaydi. Bennett hamma Isroildan qo'rqishi kerakligini aytdi. Isroilning sobiq bosh vaziri Naftali Bennett keskin bayonot bilan chiqib, xalqaro maydonda Isroilga nisbatan romantik tasavvurlarni rad etdi. Uning ta'kidlashicha, dunyo bizni sevadi degan umid siyosiy illyuziya bo'lib, real geopolitik sharoitda davlatlar o'z manfaatlari asosida harakat qiladi. Bennett fikricha, Isroil uchun eng muhim maqsad boshqalarning mehrini qozonish emas, balki raqib va dushmanlarni tiyib turadigan darajada kuchli bo'lish, ittifoqchilarda esa hurmat uyg'otishdir. U shuningdek, tarix davomida Yahudiy xalqi va Isroil davlati ko'p marotaba xalqaro hamjamiyatdan xayrixohlik kutganini, biroq xavfsizlik masalasida faqat o'z kuchiga tayanishga majbur bo'lganini urg'uladi.
Sobiq bosh vazirning aytishicha, global siyosatda simpatiya vaqtinchalik, manfaat esa doimiydir. Shuning uchun Isroil o'z strategiyasini hissiyotlarga emas, qat'iy harbiy, iqtisodiy va texnologik ustunlikka qurishi lozim. U bizni sevinglar degan yondashuv o'rniga biz bilan hisoblashishga majbur bo'ling degan tamoyil samaraliroq ekanini qayd etdi. Banat bu fikrlarni mintaqadagi xavfsizlik tahdidlari, Eron omili va turli qurolli guruhlar faoliyati fonida bildirib, davlat suvereniteti va omon qolish masalasi har qanday imij siyosatidan ustun ekanini ta'kidladi. Mazkur bayonot Isroil ichkarisida ham, xalqaro maydonda ham turlicha munosabatlarga sabab bo'ldi. Ayrimlar uni realistik va sovuq pragmatizm deb baholasa, boshqalar bunday yondashuv diplomatik muvozanatga putur yetkazishi mumkinligini aytmoqda. Shunga qaramay, Banatning chiqishi Yaqin Sharqdagi murakkab vaziyat sharoitida Isroil siyosatining qaysi tamoyillarga tayanganini ochiq ifoda etgani bilan e'tibor qozondi. Ukraina Starlink sabab yerlarni qaytib olish bo'yicha so'nggi 2,5 yildagi eng yaxshi natijaga erishdi. Ukraina armiyasi front chizig'ida so'nggi 2,5 yil ichidagi eng tezkor hududiy yutuqqa erishdi. O'tgan hafta davomida 201 kvadrat kilometr maydon qaytarib olindi va bu 2023-yil o'rtalaridan beri kuzatilmagan surat sifatida baholanmoqda. Harbiy manbalarga ko'ra, muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri aloqa ustunligi bo'ldi. Rossiya bo'linmalari front hududidagi ilgari keng foydalangan Starlink tizimiga kirish imkonidan mahrum bo'lgach, koordinatsiya va tezkor ma'lumot almashinuvida jiddiy uzilishlar yuzaga kelgan. 2025-yil dekabr oyida SpaceX terminallari faqat ruxsat etilgan Ukraina foydalanuvchilari uchun cheklangani ortidan rossiyalik harbiylarning ayrim noqonuniy yoki norasmiy kanallar orqali internetga ulanish yo'llari yopildi va bu frontdagi boshqaruv tizimiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Hujum asosan Zaporojye shahrida taxminan 80 kilometr sharqda joylashgan uchastkalarda amalga oshirildi. Mazkur yo'nalish 2025-yil yozidan buyon Rossiya qo'shinlari bosqichma-bosqich oldinga siljayotgan hudud sifatida ko'rilayotgan edi. Biroq aloqa uzilishlari sababli ularning artilleriya zarbalarini muvofiqlashtirish, dronlardan razvedka ma'lumotlarini real vaqt rejimida uzatish va zaxira kuchlarini tezkor yo'naltirish imkoniyatlari sezilarli darajada pasaydi. Ukraina tomoni esa aksincha barqaror sun'iy yo'ldosh interneti yordamida dron razvedkasi, aniq koordinatlar asosida artilleriya ishlatish va kichik mobil guruhlar harakatini sinxronlashtirish orqali ustunlikka erishdi. Natijada qisqa vaqt ichida bir nechta tayanch nuqtalar egallandi. Logistika yo'llari uzildi va Rossiya kuchlari ayrim pozitsiyalarni tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Harbiy tahlilchilar bu vaziyatni zamonaviy urush sharoitida raqamli infratuzilma va sun'iy yo'ldosh aloqasining hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanining navbatdagi isboti sifatida baholamoqda. Frontdagi vaziyat hanuz murakkabligicha qolayotgan bo'lsa-da, so'nggi operatsiya Ukraina qo'mondonligining texnologik ustunlikdan foydalanib qisqa muddatda tashabbusni o'z qo'liga olishga qodir ekanini namoyish etdi. Putin Rossiyasida namoz jinoyatga aylanyaptimi? Sud qarori ortidagi siyosiy signal. Rossiyada yotoqxonada namoz o'qigan O'zbekiston fuqarosi jarimaga tortildi va mamlakatdan chiqarib yuborildi. Bu haqda Nijnevartovsk tumani sudi qaroriga tayanib Kommersant xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, erkak vaqti usulida ishlagan va ishlab chiqarish bazalari hududidagi yotoqxonada yashagan. U yerda har kuni 5 mahal namoz o'qigan. Uning namoz o'qishi ommaviy xarakterga ega edi, chunki xona eshigi yopilmasdi. Yotoqxonada yashovchilar va uchinchi shaxslar xonaga erkin kirishi mumkin edi. Shuningdek, u yotoqxonada yashovchilarga o'z e'tiqodi, diniy qarashlari haqida so'zlab bergan va o'ziga tegishli diniy adabiyotlarni saqlagan. Ularni erkin foydalanish mumkin bo'lgan, deyiladi xabarda. Sud erkakni Rossiya ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 526 moddasi 5-qismi bo'yicha aybdor deb topdi va 30 ming rubl miqdorida jarimaga tortdi. Zelenskiy va Putin o'rtasida dron poygasi. Shahidlar endi tashuvchi platformaga aylanyaptimi? Rossiya armiyasi jangovar taktikada yangi bosqichga o'tgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Endilikda FPV dronlari uzoq masofaga zarba beruvchi Shahid turidagi kamikadze dronlari orqali tashilayotgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bitta Shahid platformasi 2 dona FPV dronini olib yurish imkoniyatiga ega bo'lib, ular nishon hududiga yetib borgach, havoda yoki belgilangan nuqtada ajratiladi va mustaqil hujum vazifasini bajaradi. Bu yondashuv oddiy FPV dronlarning uchish masofasi va operativ chuqurligini sezilarli darajada kengaytiradi. Chunki odatda bunday qurilmalar qisqa radiusda ishlatiladi va radio aloqa cheklovlari sababli front chizig'idan uzoqqa bora olmaydi. Shahid esa uzoq masofani bosib o'tib FPV dronlarini front ortidagi yoki havo mudofaasi tizimlari zaif bo'lgan hududlarga yetkazib berishi mumkin. Harbiy kuzatuvchilar bu taktika kombinatsiyalangan hujum modelini anglatishini ta'kidlashmoqda. Avval Shahid radarlarga ko'rinadigan asosiy tahdid sifatida e'tiborni tortadi yoki havo mudofaasi tizimlarini ishga tushirishga majbur qiladi. So'nggi FPV dronlari
aniq nishonlarga, zirhli texnika, radar stansiyalari yoki logistika obyektlariga yuqori aniqlikda zarba berishi mumkin. Bu esa bir vaqtning o'zida ham psixologik bosimni kuchaytiradi, ham mudofaa tizimlari resurslarini chalg'itadi. Texnologik jihatdan bunday integratsiya murakkab bo'lsa-da, u arzon PPV platformalarni strategik darajadagi operatsiyalarga yaqinlashtiradi. Zamonaviy dron urush evolyutsiyasining navbatdagi bosqichi sifatida baholanmoqda. Agar bu amaliyot keng ko'lamda qo'llansa, u front ortidagi xavfsiz hududlar tushunchasini yanada nisbiylashtirib, urush maydonidagi dinamikani o'zgartirishi mumkin. Haybatulloh Oxunzoda qarori: Afg'onistonda jarrohlik ham jinsga bo'linmoqdami? Joriy yilning 10-fevral kuni Afg'onistondagi Tolibon muvaqqat hukumati o'quv shifoxonalarida operatsiya jarayonida erkak va ayol tibbiyot xodimlarining birga ishlashini taqiqlash bo'yicha ko'rsatma berdi. Bu haqda Afghanistan International xabar berdi. Xabarga ko'ra, jarrohlik amaliyotidagi shifokorlar faqat erkaklardan yoki faqat ayollardan iborat bo'lishi kerak. Aralash xodimlarga ruxsat berilmaydi. Shuningdek, jarrohlik uchun xodimlarni tanlashda bemorning jinsi inobatga olinmaydi. Ushbu ko'rsatma barcha o'quv shifoxonalariga tatbiq etilgan. Yangi tartib Afg'oniston sog'liqni saqlash tizimida yetarli va standart darajadagi xizmat ko'rsata oladimi degan xavotirlarni kuchaytirgan. Sog'liqni saqlash sohasi kuzatuvchilariga ko'ra, mamlakatda ayol tibbiyot mutaxassislari yetarli emas. Bu esa mazkur ko'rsatmani amalda qo'llashni qiyinlashtirishi mumkin. Akusherlik va ginekologiyadan tashqari yo'nalishlarda Afg'onistonda ayol mutaxassislari soni nihoyatda kam. Mamlakatda atigi 2-3 nafar ayol neyroxirurg hamda 5-6 nafardan oshmaydigan ayol quloq, burun va tomoq mutaxassislari bor. Shuningdek, ortopediya va plastik jarrohlik sohalarida ham ayol mutaxassislar yetishmasligi kuzatilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.